Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Atvet bermasam oxiri bo'lmayapti. To'lib ketdi bu savol. Qizingizni uzatdingizmi? Qizingizni to'yi bo'ldimi? Qizingizni chiqardingizmi? Jasminani to'yi bo'ldimi deb. Yo'q, men bundan video chiqardim. Boshqa narki shortslarimda ko'rsalaring. Xo'jayinimni oshnasi qizini chiqardi, qizini uzatdi. Avval bitta videom bor edi. Nima degandim? Yangamni xo'jayinisi deb bitta videoga chiqargan edim. Yangamni xo'jayinisini va o'g'lini tug'ilgan kuni deb video chiqargan edimki, hamma aytuvdi, yangangizni xo'jayinisi sizga aka bo'lmaydimi? Bunday deb so'ragan edilaringiz. O'sha yangamni xo'jayinisi meni xo'jayinimning oshnasi. O'sha kishi qizini uzatdi Filadelfiyaga, o'zimizda termizliklar kelin qildi. Men hali qiz chiqarganim yo'q. Hali bor unga ancha. Jasmina hali o'qish kerak. O'qishi endi boshlanyapti. Armiyasi o'zi yaqinda tugadi. 11 oy armiyaga borib keldi, xabarlaringiz bor. Yo'q, Jasmina emas. Jasmina o'qishi boshlanyapti. Bu Diyora qizimiz, mahallamizda Erkatoy qizi. Katta to'yda videosi chiqadi, ko'rasizlar shunda. Jasmina ham to'yda kelin dugonasi bo'lib xizmatda yuribdi, shunda ko'rasizlar. Bugun yo erta chiqadi. Men o'sha kecha chiqarishim kerak edi videoni, prosta yana yangi videolar qo'shildi, qo'shimcha videolar bor ekan, o'shalar bilan qo'shib chiqaradigan bo'ldik. Shuning uchun chiqarmay turibman. Shunaqa gaplar.